Mana Andijonga ketib turgan ikkita apparatimiz. Bismillah. Ikkita klientga. Qulayligini ko'rmayapsizmi texnika ham? Qulayligi. Bir kishi bemalol boshqaraveradi. Ko'tarib ham yotmaydi. Mana bu klientlar birato'la kompressor bilan zakaz qilgan edi. Ikkita kompressor oldik. Komplekt bo'ldi. Shturim o'sha 5 so'mli shturim zavod ekan. Mana 5 so'mli 50 talik kompressorlarimiz. Mashinaga yuklaymiz xudo xolasa. Mana shu damazimizga ikkitasini sig'diramiz hozir mana, xudo xolasa. Mana shu holatda apparatlarimiz mana. Mana shu o'zimiz do'kon mana. Apparatlarimiz mana ichkarida tayyorlari bor. Joyidan olaman deganlarga kelaveradi. Apparatlarga 6 oy garantiyali, sinovdan o'tkazilgan. Mana shu do'konda o'zimiz tayyorlab chiqaramiz. Ishlarimizga javob, xudo xolasa, 6 oy garantiyali. Baxil usulda qilingan ishlarimiz, xudo xolasa. Yarim tayyorlari bor. Tayyor. Tayyorlari bor. Mana. Bizni kuzatayotgan novoylarga jo'natib qo'yamiz. Endi yuklash jarayonini ko'ramiz mana. Uzatisham buni endi men. Olishaymi? Qani. Hop. Qo'lga shor bo'lib. Hop. To'xtang. Kabi ana ilib qoldi, bo'ldi. Ana to'g'rimiz qilib tepaga qilib olmaganmiz ekanda. Qo'yib oling. Ha, qo'yib oling. Xo'sh. Bo'ldi, to'xtab turing. Tagiga tiqaveramiz mana uni. Bir ko'taraymi ozgina? To'xtang. Ha. Endi stop qo'y. Ko'tarib. Bo'ldi. Hop. Tamam bemalol. Yana kiram. Ancha kiradi hozir yana. Qaytirali ya. Hech qaytiralgan. Baqa to'toring aka ustiga chiqadi. Qani? Mana uni tagiga kirib qolmadi. Ko'taringchi. Bo'ldimi? Hop, bo'ldi. Sanmi? Eshik.
Yana ozgina jo'natish kerak. Mana shu holatda yuklandi mana. Damasimiz ikkita stanok sig'di mana. Andijonga qarab yo'l olamiz, xolos endi. Novoy akalar gazini bosamiz.